Salom youtuberlar. Men bugun hozirgi yo'nalishda sizlarga aytib berishdan oldin bitta narsa aytmoqchiman. Yoshligim esimga tushib ketdi. Aynan 90-yillar va o'sha 95-yillar orasida tug'ilgan insonlar uchun juda ham sevimli bo'lib o'ynalgan, O'zbekistonda ham juda ko'pchilik o'ynagan o'yin Clash of Clans. Ha do'stlar, hozir bu o'yin hozir ham trendda va Amerika uchun, aynan Amerika fuqarolari uchun, o'sha Yevropa davlatlari uchun sevib o'ynaladigan o'yinlardan biri va bu o'yinni o'ynab, oddiy telefonda o'ynaysiz va u o'yinni ekranini yozib olib, YouTube'ga joylab borasiz. Men hozir sizlarga joyida bitta kanalni ko'rsatib o'tib ketaman. Clash Showpedia degan kanal va bu kanalni ko'rib turibsizlar, 150 mingdan oshiq obunachisi bor va bu yerda eng ko'p ko'rilgan video 5 million 700 ming marta ko'rilgan. Va bu kanalda strategiya o'yini onlayn, ya'ni Wi-Fi internet orqali ishlaydigan o'yin. Siz uni bepulga yuklab olasiz va uni o'ynab siz o'zingizni bazangizni, ya'ni qishlog'ingizni yaratasiz. Strategik o'yin va siz jon saqlab qolish uchun o'zingizda ishlab chiqarish narsalari qilasiz va ishlab chiqarish qilganingizdan keyin sizga boshqa bazadan dushmanlar bostirib keladi, o'zingizni himoya qilishingiz kerak yoki siz borib hujum qilib o'sha boshqa davlatlarga o'sha o'zingizga o'xshagan bazalarni bosib olib narsalarini o'zlashtirib olishingiz mumkin. Va bu joyda har xil qurollar bor, himoya quroli, ataka, hujum uchun qurollar, har xil askarlar bor, ularni sizlar kuchaytirib boraverasizlar. Xuddi shunday tarzda strategik, ya'ni aqlli charxlaydigan o'yin. Va bu o'yinni siz o'sha Play Market yoki iPhone uchun App Store'dan bemalol yuklab olishingiz mumkin. Bepul o'yin. Hozirgi kungacha bu o'yinni 500 milliondan oshiq inson yuklab olgan. 7 yoshdan kattalar bemalol o'ynashi mumkin. Juda ham qiziqarli strategik o'yin. Va bu kanalni sizlar ochib turib, ekran zapis qilib, YouTube yuklab, oyiga $1,5 ming dan $2 minggacha pul topsanglar bo'ladi. Hozirgi yoshlarga har xil otishmali, azartli o'yinlarni o'ynagandan mana shu strategik o'yinni o'ynab daromad qilishni tavsiya qilamiz. Hammaga omad. Agar sizga YouTube bo'yicha, Amerika YouTube bo'yicha kerakli ma'lumotlar, kerakli fayllar yoki mana shunaqa super yo'nalishlar kerak bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada va opisaniyada bizning maxsus botimiz turibdi. O'sha bot orqali bizga aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Telefon raqam, ism, familiyani qoldirasizlar. Biz sizga aloqaga chiqamiz.